Endi sizlarga ko'chman qabul qilishdagi bu son sifrlarni nimadan ko'rsatishdan ilgari Kanadaniki o'zidagi texi panohliq iltimosiga texi hech qanaqa bir uchur kelmagan, ya'ni sota ochilmagan deymizmi? Oshlarga keladigan bir nima bor ekan. Shuni sizlarga ko'rsatmoqchi. Kanada ko'chman qabul qiladigan davlat bo'lgandan keyin bir amallar qilib mishada odamlarni ib qolamiz deydiganda, ma refugee and asylum degan kirgandan keyin, immigrant kirmizmi yo'q. Ko'chman qabul qiladigan siyosatning ichida odatda sirtdan ko'chman qiladigan sirtdan ko'chman qabul qiladigan siyosatlarning turlari intayin nurg'un edi. Hozir mayli yangi bir siyosat chiqibdi. Bu siyosat qanaqa ekanligini Kanadaga kelib panohlik iltimos qilib qo'yib, ba'zida uzun vaqtlar kelib saqlab ketadigan gap-ku. Ashuldoqlarga nisbatan aytgan chog'da Kanadaning ichida turib, healthcare, ya'ni sahiyya saqliq ishlari mushada xizmat qilgan tarixidan 120 soat xizmat qilgan bo'lsam, sotni saqlamay permanent resident bo'lib ketadigan o'xshaydi. Yangi siyosat chiqibdi. Oldi bilan Kanadadagi panohlikqa iltimos qilib qo'ygan, lekin texnik natijasi chiqmagan kishilarningki yangi bir yo'li permanent resident bo'lib qolgan yana bir yo'li yangi siyosat healthcare workers permanent resident pathway deydi. Bunun qanaqlay who can apply deb imqisaq shu Kanadaniki ichida qani who cannot apply degan deymanmi yaras. Refugee'ninki rad qilingan bo'lsa yoki bo'lsa abandon degan nima deymiz? O'zligidan voz kechgan deymizmi? Masalan, o'zligidan voz kechgan degan gap masalan, sotninki vaqti qarorini vaqtida topshirib ololmay, imqisa bu o'zligidan voz kechdi deb qo'liq qog'oz berdi-chu. Shunga o'xshash u abandoned bilan refused bo'lganlar bo'lsa, ashlarmi bu COVID-19 virus mazgildagi sahiyya saqliq ishlari ustida 120 soat ishlagan bo'lsam, uni yana permanent resident qilib qabul qilib olavergan. Ishqilib Kanada hozir odam qabul qilamiz deb nurg'un siyosatlar chiqyapti. Ma'lum siyosat Kanadaning ichidagi panohlikqa iltimos qilgan texnik natijasi chiqmaganlarniki qilgan yaxshi demizki. Endi bu xizmat nimasi bo'lmasa, shu yo'ldoshi yoki bo'lmasa ayoli virus sababli o'lib ketgan bo'lsa-mu, oila a'zolarini ko'chman deblan qabul qilgan ahvolim bor ekan, qani work experience qanaqa ishlar bo'lsa bo'ladi deganda nursing coordinators, supervisors, registered nurse, ishqilib shu sestralik oid, sestraning yordamchisi, kinishkilik practical nurse, ishqilib shu sahiyaga oid xizmat qilgan bo'lsa, hatto home support worker, masalan, qiyra odamlarniki uyiga berib nim qiladi-ku, oldin xabar oldi-ku, shunga o'xshash home support worker bo'lsa-mu, yoki masalan, home nursing house'lar nim deymiz odatda. Sanatoriya, yashanganlar sanatoriyasi maxsus binolari, apartmentlari bor, ashalarda ishilsa-mu, 3-ayning 13-kunidan tortib 8-ayning 14-kunigacha bo'lgan shu oraliqning ichida faqat at least work 120 soat degan haftasiga 40 soatdan ishilsa, bir oylam virus vayada ishilsa permanent resident bo'ldi ekan. Yani 8-ayning 31-kunidan shu sohadan bir xizmat diplom total work experience 120 soat degan men esimni qilishchi the coffee shoplarda ishlagan chog'da haftasiga 40 soatdan ortiq ishsa, bir oy qamaylan birdan bilan to'shilgan vaqt esa bu. Demakchi ish qilib Kanada ko'chman qabul qiladigan yer bo'lgandan keyin shu har xil amallar bilan hozir chet ellik ishchilar nimaga kiram viza bor bo'lsin Kanadaga kiramayotgan ahvol bor. Endi Kanadaniki ichida mana uchirdi ya.
Kanada'nın içinde şu panaqlıq iltimas qilib qo'yibmi, sot vaqti ochilmay o'zini saqlab ketgan bo'lsa, ma'vu belgilangan vaqt ichida qani qilgan xizmatlarniki ismlari ekan. Belgilangan vaqti 3-ayning 13 kunini tortib 8-aygacha, ya'ni before August 31st. 8-ayning oxirigacha ish qilib mashina ayning ichida shu sahiya saqliq ishlari, healthcare sector Canadian job bo'lsa 120 soat ishlasangizlar o'tib ketadi ekansiz. Hatto refuse bo'lib ketgan bo'lsa, hatto sudda nemisi chaqiriqi rad bo'linib ketganlarmi, mush Kanadaniki mushu sohasida xizmat qilib 120 soat xizmat qilgan bo'lsa, Kanadaniki mangulik ko'chmanlik o'ltiraqlashish huquqini ala oladi ekan degan gap. Ham kimlar qabul qilinmaydi bo'lsa ineligible to be referred to Immigration and Refugee Board. Ammo o degani sizningki masalan siz berib iltimos qilasiz emasmi, ammo iltimos qilsa bo'ldi ekan degan refugee claimant degan statusni olmaganlar bo'lsa, ular qabul qilsa bo'lmaydi ekan. Ankin withdrawal or abandoned o'zingiz voz kechsangiz yoki abandoned bo'ldi, refugee bo'lmayman bo'ldi deb nim qilganlar, ya'ni refugee status emaslar, claimant emaslar, nim qilsa bo'lmaydi ekan. Bu siyosat orqali ko'chman bo'lsa bo'lmaydi ekan. Determined to be manifestly unfounded with no credible basis. Bu nima degan gap deyapti? O'shani ichib birdan tushundirgan gap hamda shu. Determined to execute under Article 1F Refugee Convention'ninki mandaq bir moddalariga tushib qolsa, bular nima qilsa bo'lmaydi ekan debdi. Yangi siyosatlar chiqqanchimi? Mantiqman o'lish kunlam shu ko'rib o'ltirib uchrab qolganti. Da qarsam yangidan chiqqan ekan shu Kanadaniki ichida panohlik iltimos qilib bo'lganlar, lekin sud texi ochilmaganlar. Shularga nisbatan aytgan chaqda yangi bir yo'l sudning vaqtini saqlamaylam. Ma'lum tahiyalardan xizmat deblam. Belgilangan vaqtning ichida xizmat vaqtini soatini tushtirsangiz bu yerdagi bularniki ishlagan odatda oz deganda $30 bo'ldi-ku deyman soatlik ish haqi. Odatda sestralarniki maoshi yuqori. Xatirim cho'ngda bo'lib hozirgidek vaqtda virus mezgilda shunlashqa hozir kuchlik iliqi ishlaydigan odam lozim bo'layotgan chog'da shunlashqa har qaysi boshqa davlatlardagi shu nursing sector sahiya saqliq jihati ishlayotganlar bo'lsa, xizmat tajribasiga asosan texnik ishchiligi deb shu Kanadaniki nimasiga ko'chmanligiga tizim qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ben bu acayip kichik qilib ko'rsatdim menda asli. Ya'ni mundaq demoqchi, beshidan ko'rsatay, ya. CICGC.ca kirgandan keyin ma Kanadaniki hukumat to'r betdi, inglizchaga kirmiz, inglizchaga kirgandan keyin immigrate deganni bosgandan keyin Mishadagi Express Entry degan ichida birmuncha yo'llar bor Kanadaga keladigan, Kanadaning sirtidagilarniki moyaga ko'chman bo'lib kelish yo'llari. Hozir men sizlarga so'zlab o'tganim, qanaqanisi healthcare workers permanent resident degan gap shu Kanadaning ichiga kelib bo'lgan hamda faqat shu refugee claimant bo'lganlarga qarata nima qilganimizga chiqqan yangi siyosat ekan. Who can apply degan qoidadan besib ko'rib baqsaq, yana o'shadanmisi aniq deb berdim. You must be a pending or failed refugee claimant living in Canada. Kanadaning ichida refugeelik iltimosi rad qilinganlar yoki bo'lmasa pending hozir saqlanayotganlar deymizmi? Andan keyin cho'qim 3-oyninki 13-dan burun o'tgan yili 2020-yil 3-oyning 13-kunidan burun panohlik iltimos qilgan bo'lsangiz, hozir saqlayotgan bo'lsangiz yoki rad qilingan bo'lsa degandek
You must have been issued work permit after you made your refugee claim. Çokum sizningki work permit'ingiz şu refugee claim bo'lib bo'lgandan keyin iltimos qilgan bo'lsa deydi. Ham bu deganlik qanday deysanglar, ba'zilar xizmat visi, ba'zilar o'quvchilik visi deganlarni olib Kanadaga keldi emasmi? O'shaniki ichida o qo'lingizda work permit bor turib, anandan keyin refugeelik iltimos qilgan bo'lsangiz, uni bo'lmaydi. Cho'qim avval refugeeni iltimos qilib bo'lgandan keyin yoki bo'lmasa uzartadiganlar bor-ku, ish qilib mushu 3-ayning 13-kundan keyin refugee claimant bo'lishi 3-ay 13-kundan burun ish qilib refugee claimantningki iltimos qilib bo'lgandan keyin chiqqan xizmat ijozatnomasini qo'lingizga olgan bo'lsangiz, mushu siyosat orqali Kanadada qilib qoldi ekansiz shartlari, ya'ni work experience, Canadian health sector. Ma yaxshi yangi siyosatkan. Kanada shundoq haqlarni ep qolamiz deb har xil usullar bo'yicha hozir. Kanada şu köşmenler davlati bo'lgan ekan, 97% köşmen. Biz odatda Kanadada bu xizmatdoshlar yoki yandan tanishganlar yoki bir yerda yo'lda nima deymiz, o'zaro salomlashgan chog'da qanday desa, shu how are you deyishningki o'rniga where are you from originally deb so'raymiz. Asli yurting qayerdan deb so'raymiz. Shuningdek Kanadadagi discrimination eng oz başka Avrupalılar ve başka devletlerge qaragan chog'da mundaq sirtdan kelganlar, yabancılar deymizmi? Turkiyaniki yipi bo'yicha ularni chetga qiqish Kanadada eng tuan. Nima desa bu yerda hammasi ko'chman bo'lgandan keyin birsi. Kanada yaxshi joy. Ma'rifma yaxshi. Nimo discrimination eng tuan, chetga qiqish az. Yaxshi. Şoňlaşqa har ýyly to'xtamay köçmen qabul qiladi. Mana hozir bu ştabda bu virus sabablik bir mezgil chegaralarni taqib etgandan keyin bu köçmen qabul qilish siyosatiga bu ta'sir qildi. Aşaq bo'lg'ashqa hatto Kanadaning ichida turib panohlikqa iltimos qilganlarga yangi siyosat chiqib, o'shani bir amal qilib ep qilishninki maqsadida mushundaq healthcare sector kalibu. Vanada yerlarda ishlasanlar, odatda xizmatga tushishning bir muncha tartiblari bo'ldi. Ish qilib mashiyadagi bayqa degandek shu 120 soatni to'shqa salgan bo'lsa, Kanadaning ichidagi panohlik tilaydigan texi soti echilmagan yoki bo'lsa refused failed refugee claim deydi. Shularga nisbatan chiqqan yangi bir siyosatkan. Kanadaning ichidagi refugee claimantlarga nisbatan aytganda chiqqan bu yangi siyosat to'g'riliq so'zligini mushunchalik bo'lsin. Endi boshqa bir narsani so'zlab baqsam. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Uyg'ur aydi, yaxshimisiz? Men rasmiy sizning kanalingizga kirib bir narsani o'rganishga